Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men sizlarga toza ochilgan taxtava metal bazamiz. Ama adresini tushuntiradigan bo'lsak, bu tarafdan kelsak, tekstilning yoni, tekstilni o'tgandan so'ng toza erizon ochildi, ochilyapti toza erizon. Birinchi may ochiladi, xudo xolasa. Shuni orqa tarafi taxtava metal baza. Bu tarafdan kelsak, Milliy sahnada o'tib kelib, shu to'g'ri o'tib kelsangiz, 10 qo'lingizda chiqib keladi. Bu yerda hozir damirlar bilan tanishtirgan bo'lsak, bu yerda assortiment damirlarimiz ko'p. Profillarga keladigan bo'lsak, 2 dan top 12 gacha bor razmerlar. Undan tashqari ugonliklar bor, turbalar bor, shviller, assortiment dim ko'p. Endi buni talshina qalin, yupqaliq hamma narsa bu yerda yozilib turibdi. Bularni hammasida etiketkasi bilan, qog'ozi bilan turibdi. Bu yerda qalini, metri hamma narsasi bor. Buni eğer xohlagan razmerda kesib beramiz. Kesib olishlaringiz mumkin. Keyin bu yerda assortimentlarimiz dim ko'p. Har birisining bahosini aytib chiqamiz desak, uni vaqtimiz yetmas ekan mumkin. Bu tarafga o'tsak, almatullar bor. Almatullarimiz 10likdan top 25 gacha bor. Bu tarafimizga o'tsak, taxtalar bor. Taxta strapelar 4 metrlik, polovoy taxta 4 metrlik strapelar, shipper strapelar, pollik strapelar, polovoy taxtalar bor. Ulardan bir qator ko'rib beramiz hozir sizlar bilan birgalikda. Bu yerda hozir oqshom toza surgan taxtalarimiz bor. Bularning razmeri 2.9 beradi, chisti. 2.9 dan 14 beradi. Pola qaqsangiz xudim ajoyib narsa. Bu tarafda strapelar bor, shipperlik strapelar 15, 15 ga 5 strapelar bor. 13,5 strapelar bor, 12lik strapelar bor. Bu tarafda 6 metrlik strapelar bor, pasifli taxtalar. Bularning sifatlari dim zo'r. Pasiflanib keladi, prямо zavoddan. Prямо Rossiyadan, zavoddan emas, Rossiyadan keladi, prямо. Pasifli taxtalar. Bu yerda razmerlar ham hammasi tiniq, ochiq aydan ko'rsatilgan. Bu tarafda polovoy taxtalarimiz bor. Ularni ko'rib o'tamiz. Ina bunda 15 ga 5 bor, 15 ga 5. 15 ga 5, 6 metrlik. Sifatına gap yo'q. Düğünsüz taxta. Bu tarafımızda 18lik polovoy taxtalar var. 18lik. Niyaz 17 beradi bunu. Qalınlığı 2 beradi. Polo ajoyib narsa. Bu tarafda 10lik taxtamız, bunu rek etib beramiz. Bir kesib beramiz. Bir ajoyib rek chiqadi bundan. Qalınlıq şu 2 beradi buna. Rekeye. To'shni razmerlari da 3lik degan bilan 3lik toshni o'zi qimmat olib ketadi bu. To'shni razmerlarini aytib turibmiz sizlarga. Vida polovoy taxtalarimiz bor bu yerdan. Bunlarning to'shni razmerlari 14 beradi. 14 beradi. Qalınlığı 2,1 2,2 beradi bularning. Polovoy taxtalarimiz ham arzon aytib qo'yibmiz. 74 ming so'mdan aytib qo'ydik 6 metrlik polovoy taxtalarni. Gelip görüp xarid qilib olaverasizlar. Bir de rekalarimiz bor. Rekalarimiz ham shu ham aytilgan taxtadan kesilgan rekalardan. Keyin bu tarafda shipperliklarimiz bor. Bularni bir qator ko'rib o'tamiz. Hozir bu tarafda ko'rib turgangiz 2 dan sonokimiz bor. Sanokumizda xohlagan razmerlaringizga kesib beraveramiz. Listlarimiz ranglari, qalini, yupqasi, o'rtachasi hammasidan bor. Bu listlar o'zi vannadan chiqqandan keyin 1.15 bo'ladi. Rabochi 1.9 qoladi-da. Bir vannadan mindirib qo'ygandan keyin 1.9 bo'ladi. Va sizlarga hozir list qanday chiqishini, sanoqda qanday chiqishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Okay. Different pace and cut to the chase, now they call me the sage. All over the net to my page.
Keyin lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, yana Biruni bu tarafdan yarashda tekstilni o'tgandan so'ng toza elyuzion ochiladi. Shu orqa tarafi taxta va metal bazada ustuna yozilgan katta. Bu tarafdan kelishimiz Mensaqadan Grand to'yxona, shuni o'tib kelsangiz 10 qo'linsa keladi o'zi. Bir de telefonu bilan qoldirib ketamiz, bemalol bog'lanasizlar. Agar YouTube'dan ko'rib keldik desangiz, yana skidga etib, baholarni chiroyli narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.